Bismillahirrahmanirrahim. Tövəndə uzunluğa sunduğumuz Fəhdi ibn Abdurrahman Əmidinin Tövbə qılğıçlar bağçısı namlı kitabı. Tərcüm qılğıcı A. Abdurrahman Haqani. Munber Tori. Tövbə qılğıçlar bağçısı. Yusuf'ның oxşışı. İmam İbn Qayyim yaxşı görgüçlər bağçısı Ravzatul Muhibbin degan kitabida Xalifa Ömər ibn Xattab radiyallahu anhuning zamonidagi bir qissani bayon qilgan. Al-qissa. Bu bir salih, to'g'ri yo'l tutuvchi yigit haqidagi qissa bo'lib, Umar radhiyallohu anhu uning taqvo durustlikqa maslikka keladi. Uningdan to'lim xush edi. Uni ko'rmay qolsa, zerikini qilib turadi. U yigitni ko'rgan bir sohibjamol ayol uningga oshiq beqaror bo'ladi-da, uningga erishmak ko'ydi bo'ladi. Bir bo'lmay, uni bu ayolning oldin qolsoq tushirib kirganligini aytdi va yelaqi yigitning yoniga berib, "Mening bir sog'liq qo'yim bor edi. Sağlıklı kuchim yetmedi. Mendek bir qirg'i yardım qilsang ajr oladigan o'g'lim" deydi. Savoblik ishni izlab so'rab qiladigan bu yigit Umayga ergishib uning uyiga keladi. Uydan qo'y emas, chiroyli bir ayol chiqib kelib, uningdan o'zi bilan birga bo'lishni talab qiladi. Yigit ayoldan o'zini bir chetga oladi va Allohni zikr qiladi. Yigitga qayta surkilibmi maqsadni ishga oshira olmagan ayol "Voy, bu mening nomusimga tegmoqchi bo'ldi" deb cho'qon-cho'ran soladi. To'plangan kishilar uni rosa urdi. Ertesi yigitga tamoman ishongan Umar radhiyallohu anhu, "Ey Rabbim, uningga bo'lgan qarashimni o'zgartirmagan" degan umid bilan uni yo'qlab keladi va yigitning ishning tafsilotini so'raydi. Ishning rostini anglagan Umar radhiyallohu anhu u ayolning qo'shni xonimlari ishitgan mo'maylarni chaqirib kelib yigitga to'nadi. Tutilgan mo'maydan ishning rostini qattiq surishtirdi. Mo'maydan ishning haqiqatini anglagan Umar radhiyallohu anhu, "Bizning oramizdami Yusufning o'qishini chiqargan Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin" deydi. Tavba qilg'uchilar bog'chisi. Men a'mo. Hijriya 1-asrda dunyo tirikchiligidan bosh tortib, ilm ko'yida izlangan taqvo bir yosh o'tgan ekan. Qo'lining qisqaligidan yigidek bir narsa qolmagan bu yigit bir kuni qo'rsoqqa dal bo'lg'idek bir narsa izlab chiqdi va mengib bir olmaliq bog'da oyoqlashgan xalta ko'chib to'xtab qoldi. Qarasa bir shox olma yo'lga sangilib turgan. Hech kim ko'rmagandikin bu olmadan biror tal yeb qo'rishimni gullab tursam, hech gap bo'lmas. Uning ustiga biror tal olmaning bu bog'ning mevasi kamlab ketmas deganlarni o'ylagan yigit olmadan bir tal uzib yeydi. Ammo uyga qaytgandan keyin o'z-o'zini ayblashga boshlaydi. Mo'min kishimi shunday qilamdi? Men qandoqsiga bir musulmonning ta'alluqotidan hech qanday izn ijozatsiz holda o'z nafsimga qo'l uzatdimmi? U shu xayollar bilan bog'ning egisini izlab bordi va "Tog'a, tunigan menga ochliq yetib, beg'ingizdan bir tal olmani uzib yeb solgan edim. Mana bugun shuning uchun sizdan izn so'rab keldim" deganda bog'bon uningga "Alloh bilan qasamki, men seni hargiz kechirmayman. Qiyomat kuni Alloh taoloning huzurida sening uchun da'vo qilaman" deydi. Mo'min yigit uningdan kechirim so'rab, yig'lab yolvordi. "Meni kechirtirganlar bo'lsangiz, men har qanday ishga tayyor. Meni bu ishdan xalos qilib o'ting." Uning yalvorishlariga parvo qilmagan bog'bon uni tashlab uyiga kirib ketadi. Yigit uyining yonida uning asr namoziga chiqishini saqlaydi. Bog'bon uyidan chiqib yigitning taxichi o'lib turganligini ko'rdi va uning soqollari orqali dumlab tushayotgan yoshlaridan, chiroyidan ilm va toat ibodatning nurlaridan boshqa yana allaqanday bir nurning porlab turganligini bayqaydi. Yigit yana yalvordi. "Tog'a, men qilib qolgan bu umrimda beg'ingizni ishlab o'tib ketishga nimaga buyursangiz shuni qilishga tayyorman. Meni kechirayotgan bo'lsangiz." Bu chog'da bog'bon o'ylanib qoladi va uningga "Ey o'g'lim, men seni kechirishga tayyor, biroq bir shartim bor" deydi. Buni anglagan yigit ko'zlaridan hayajon usqunlarini chaqnab so'raydi. "Ko'nglingizga kelganlik shartni qo'ying, tog'a. Shartim shuki, mening qizim bilan to'y qilsan" deydi bog'bon. Yigit bu shartni to'la tushunolmay, hayajon va hayronlikda tang'ib qolganda, bog'bon so'zini davomlashtirdi. "Ammo o'g'lim, shuni bilib qolganki, mening qizim ko'zi ko'rmas, quloqi eshitmas, tili ishlamas, puti bosmas bir qiz. Men ham uzundan beri mush qizimni loyiq ko'rgudek bir izlayotgan edim. Qizimni loyiq ko'rsang, gunohimni kechdim."
Bu gaplarni anglagan yigit o'ziga kelgan yana bir qatimliq musibatdan beshi qatgan, hayronliq dengiziga patgan edi. 10 yilning birisi mashinagan bu betali yigit endi umr bo'yi ashu majruh qilgan xizmatni qilib, uning uchun paypalak bo'lib o'ssinmi? Uning xayollari qizga berib to'xtaganda, qizga dunyolikni sabr qilsan, ammo oxiratdagi olma davosidan qutulasan deganlarni o'yladi-da, "Tog'a, qizingizni loyiq ko'rdim. Janobi Haqdan niyatimga ajr berishni, menga yetgan bu ishlarni yaxshilikqa irod qilishni so'rayman" degan javobni berdi. Əmsə şundaq bolsun oğlum, aldımızdakı payshanba kuni to'y ziyofatinglarni beray, qizimning meroqi mendan bo'lsin, deb gapni iziga bog'ladi. Payshanba kuni kelganda to'y bo'ladigan bu yigit to'y bo'ldigandek emas, ig'ir qadamlarni so'rab g'am daryosini laylab yetib keladi. Qizning dadasi uni uyga boshlab salom soatdan keyin ayolingning qishig'i kelgan o'g'lim, Alloh taolo ishlaringlarga baraka ato qilsin, oranglarni yaxshilik qilsin qilsin deb uni qizning hujrasiga yetlab olib qo'ydi. Yigit qarg'adak bo'lsa, g'uncha bo'yliq, oy yuzlik, cho'lpon ko'zlik, sumbul sochliq bir sohibjamol qiz "Assalomu alaykum, umr yo'ldoshim" degunicha salom bilan uning oldiga chiqdi. Jannatdan zamonga tushirilgan pari kabi bu qizni ko'rgan yigit dadasining qizga qarshi sifatlarini eslab gangrab qoqqan qo'ziqdek turib qolgan edi. Yigitning xayolidan nimalar kechayotganligini sezgan qiz erining yoniga kelib qo'liga mehr bilan suydi-da aytdi: "Şübhəsizki, haram üçün gözüm kör, haram sözler üçün tilim tutuq, haram paran üçün qutqum pan, qədəmlərim haram üçün faləşdir. Mən dadamның ətərlik qalğız qızı. Dadam bana bir neçə ildən beri layıq izləyətqan idi. Siz onun yanıga bir alma üçün izin sorab gelip yaş töktünüz. Dadam dedi, şübhəsizki bir alma çağlıq kişinin haqqını yeyishdən qorqqan kişi, əlbəttə Allah'tan qorqub qızımğa haqsızlıq qilishni nəzər eylədi. Mening sizga umr hamrohi bo'lganligim va sizning dadamga o'g'il bo'lganligingizga barakat yog'sin. Yil o'rilib, u qiz bir o'g'il yangaydi. Holbuki bu o'g'il islom ummat tarixida oz uchraydiganlardan biri edi. Siz u o'g'ilning kimligini bilamsiz? U mashhur fiqhshunos, islom qonunshunosi, Hanafiy mazhabining imomi Abu Hanifadir. Tamam. Tavba qiluvchilar bog'chisi. Tosh tushib ketdi. Ey bemor, kasallik sening qudrat sohibi Alloh taologa bo'lgan ehtiyojingni namoyon qilmoqda, muhtojligini oshkorlamoqda. Shak shubhasizki, sen Allohga bir tiniqqa chog'liq vaqt ichidami muhtoj bo'lmay turolmaysan. Qalbing yaratquchiga bog'lansin. G'ofillik damlaridan keyin uningga yuzlangin. Bir hakim shundoq bir hikmatni degan ekan. Ba'zi a'zolardagi kasallik yana ba'zi a'zolarning sog'lig'ini saqlaydi. Qo'llaringni ko'tar, ko'z yoshlaringni mayliga qo'y. Perdelengen muhtojligini och, ojizligingga tanber. Said ibn Ambasa mundaq bir rivoyatni qildi. Bir kishi tosh o'ynab o'ltirib, uni osmonga atadi. Tosh tushib, uning qulog'iga kirib ketadi. Boshqalar har qancha qilibmi uni chiqarolmaydi. Shuning bilan tosh uning qulog'ida qolib, uni xeli bir mezgilgacha azoblaydi. Bir kun o'ltirib, birisining Qur'on tilovatidan Naml surasidagi beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib turadigan kim degan oyatni anglab qoladi-da, "Ey duolarni ijobat qiluvchi Rabbim, men bir beshiga kun tushgan muhtojman. Meni bu holdan qutqizgin" deb duo qilib turishinglar qulqidan tosh tushib ketadi. Hayron qolmagan. Parvardigorimiz duolarni anglab turg'uchi, u bir ishni iroda qilib uningga bo'lsa, shu bo'ladi. Ey bemor, kasaling uzoqqa so'zilib ketsa, Alloh taologa nomuvofiq gumon bo'lib qolishni nazar ayla. Alloh taolo mushu kunni beshingga silishni iroda qilibdi. Saqliqimni xohlamabdi. Men mushu zulmni xohlabdi degan halokatli qarashli bo'lib qolma. Bilginki, bundoq gumon intayin xatarli. İmam Ahmed Abu Hurayradan rivoyat qilgan sahih to'g'ri hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Alloh taolo mundoq deydi: "Bandam mening qandoq bo'lishimni o'ylasa, men uningga shundoq bo'laman. Agar u meni yaxshi deb o'ylasa, men uningga yaxshi bo'laman. Agar yomon gumon qilsa, men uningga yomon bo'laman." Baloya qazo, ofat musibat, qiyin qisqanchilikda qilish, qarzga bo'g'ilib qilish, kunsi yig'ilishayotgan namoratlik
Bendilerini Allah Teala'ga dert etişqa, acizin tilashga muhtoj qiladigan ishlardandir. Talaylığan qarzlar ahdiga vafo qilolmayotidi. Sansızlıgan namratlar qovunaq hayatının təmin tetiyalmay, bəxtsizlik ko'chalarida qoliyotidi. G'am g'ussidan kechasi ko'ziga uyqu kelmaydigan, kunduzi qiqilib so'qilayotgan, buguniga topsa ertasiga yo'q, bir vaqt tomoq uchun mo'risidan tutun chiqarolmayotganlar, qarz egalarining oldida tili qisilayotgan yoki turmaga tashlanayotganlar, ijaralik uy, cho'chirdak bolalar bilan qarg'ishsiz qolgan miskin ayol saxovatchilarning ishini chekishi bilan yoki noto'g'ri yo'lga minib ketishini bilmaydi. Tövendeki qarzdorlikdan turmuga ulangan bir erga ayolining yozgan xati. Biz to'y qilib uzun o'tmay siz turmush zulmsizda g'oyib bo'ldingiz. Sizni yo'qotib qo'yganingiz qanchalik bo'lganligi, Allohning sizga nimalarni taqdir qilganligi, sizning hozircha hayot yoki emasligingiz menga qorong'u. Hayot bo'lishingizni umid qilaman. Qazoga qadar yetgan bo'lsa ham xabaringizni kutaman. Mening va bolalaringizning bo'libmi kenjingizning holini bilgan bo'lsangiz, kashki. Men nima qilishimni bilolmadim. Allohning va sizning omonatingizga xiyonat qilaymi? Sizning nikohingiz turib, bolalarimiz uchun aram yo'ldan non topaymi? Yoki ajrashishni talab qilib, bolalaringizni halok qilaymi? Bu qissa qarz berguvchilar va olg'uvchilarga degan kitobdan ilingan. Bu erning holatini ko'z oldingizga keltirib topinglar. U bu xatni o'qiganda bo'lib ketar. Qarz, turma, g'am-g'ussa, norasida bolalar, ko'zga ilinmaslik, kamsitilish, bo'yin qisish. Tövendeki kişinin tökкен dertlerini hem anlap bakkaysılar. Men qarzını töleyemegenlikten turmaga qamalgılı 1,5 yıl bulay dedi. Maň kepil bolgadak birisi çıkmadı. Mening qo'lim qisqa, ammo mening oilem, bola chaqam bor. Meni turmaga qamish to'g'rimi? O'shalardek va bulardek halok qolgan kishilarga shundoq degim keladi. Shuncha ishlarni qaqsizlar-yu, nimishqa o'ziga qo'l tanlagan bandalarni quruq qo'l qaytarg'isi kelmaydigan Haq subhanahu va taoloning ishini qiqish esonlarga kelmaydi. As-Sari as-Sabti mundaq deydi. Bola ata-onasiga o'z holini aytib, ata-onasi uning parvo qilmasa, u bola o'ltirib yig'laydi. Sen ham go'yoki bir kichik bola bo'lganki, agar sen Parvardigoringdan so'rasang, u sana bermasa, senmi o'ltirib unga yig'lag'in. Abu Davud kitobida Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan qarz to'g'risidagi mundaq hadisni olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü mescitte Ebu Emame isimli bir ensarını görüp namaz vakitlerden başka vakitlerden mı senin mescitte oturganını görmen o degende u meni oturg'uzgani g'amim ve qarzlarim ey Allah'ın elçisi deb cevap berdi. Şunun bilen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu qilsang Allah Taala g'amlarini ko'tarib qarzdan qutuldiradigan bir duoni o'qitib qo'yaymi degende u albatta bo'ladi. Ey Allah'ın peygamberi deb javob berdi. Şu çağda Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ettiğin akşamda ey Allah ben kaygıdan sana sığınıp panah dileymen, sana sığınıp acizlikten, gururluktan panah dileymen, sana sığınıp korkunçaklık ve bekillikten panah dileymen, sana sığınıp ağır qarzdan ve zulümden panah dileymen diye. Ebu Emame şundaktaydı. Şu duanı kıldım. Allah Teala gam kaygılarımı götürüp etti, qarzdan kutuldurdu. Qalblarni Allah Taala bağlagıcı Peygamber aleyhisselam'a Allah Taala'nın salam ve salavat rahmetleri olsun. Beyhaqi öz kitabida İmad ibn Selma'dan rivayet kılınan zamandaki qarilerinin ustadı Abi İshaq hakkında mundaq bir qism naql keltirgan. Abi İshaq shundoq degan: "Mana namoratga ketib, ba'zi qarindoshlarımning qishiga muhtoj bo'lib berib qoldim. Ammo ularning noxush talatidan ko'nglim so'lib qaytdim. Ondan cho'lga chiqib, yuzimni tuproq qo'yib, Allohga aylandim. Barliq ishlarning sababini qiluvchi, rahmat eshiklerini ochuvchi Rabbim, anglab turg'uchi, duolarni ijobat qiluvchi Parvardigorim, hojatlarni ravo qiluvchi Allohim, meni sen halol qilgan ish, amal va narsalarning orqali harom qilgan amal va narsalardan saqlab qolgin. Fazling bilan sendan boshqa hojat qilmagan. U Alloh taologa yuqori duolar bilan yaqinlashadi. Abi Ishaq o'z kechmishini davomlashtirib bundoq deydi. Allah bilan qasamki, secdeden beşini götürmeye turupla yaqinda bir yerga bir narsaning tushgan tegishini anglab, beşini götürsem, bir qo'sh bir qizil xaltani tashlagan ekan. Xaltini eshib qarasam, uningda 80 dinar va paxta o'ralgan javohiratlar turdi. Ondan men bu javohiratlarni elib berib, nurg'un pul sotdim. Dinarlarga yer sotib oldim. Buni menga ato qilgan Alloh taologa cheksiz hamdlar aytdim. Shubhasizki, Parvardigorim duolarni anglovchidir. Kimki Alloh taologa tavakkul qilsa, qattiq ishonsa, Allah onunla kifoya qiladi. İmam Ahmed, Allah onunla razı olsun.
Kitabida Abdullah ibn Mas'ud, Allah ondan razı olsun. Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilingan g'am qayg'u va beqarorlik to'g'risida kelgan mundaq bir hadisni naql keltirdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimga g'am qayg'u yetib qolsa, ey Alloh, men sening qulingman, sening qulingning o'g'liman, yigitingning o'g'liman, hukulim sening qulingda. Üstünlükü hükmün caridir. Senin men to'g'riliq chiqargan hukming mutlaq adildir. Sen kitabыңны tushirgan, nozil qilgan yoki mahluqotlardan birasi bildirgan yoki sir g'ayib ilmi qatori saqlashni xohlagan isming bilan shundoqla sen o'zingni atagan, sen sohib bo'lgan barliq ismlar bilan so'raymanki, Qur'onni qalb baharim, dil nurum, qayg'umni ko'targuchi, g'amimni ketkizguchi qilib bergin desa, Alloh taolo uning g'am qayg'ularini ketkizib, uning o'rniga shodliq, yana bir rivoyatda chiqish yo'li ato qiladi. Payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning payg'ambari, uni biz o'rganmadik" deb so'ralganda, albatta uni olgan kishi chuqur o'rganishi kerak degan. Darhaqiqatki biz insonlar haqiqatan ojizmiz. Agar birisini g'am qayg'u, dunyo ishlari va uning qiyinchiliklari bosib olsa, uning holi qandoq bo'lmoqchi? Albatta uning ojizligi texim bilinishidir. G'am andisha va ruhiy besimning oldisiga aylanadi. Qaraydigan bo'lsak, psixik kasalliklar bilimiga kelib chiqadiganlarning shunchalik ko'pligini bayqaymiz. Oltindek yoshlikdagi qiz-o'g'illar qiyinchilik va siqinchilikni hal qilguvchi Al-Fattah degan go'zal ismga sahib Allohga dard ahvol aytishdan va u zot bilan haqiqiy aloqa bo'lishdan yiroq. Imom Buxoriy va Muslimlarning Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan musibat yetganda, qiyinchilik, qahatchilikda, ishsiz qilganda o'qiydigan duolardan bir nechini yetkazamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyinchilikqa yo'liqqanda mundaq duo qilgan: Al-Azimul Halim, bandalarni jazolashga oldirib ketmaydigan ulug' Alloh taolodan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Buyuk arshning parvardigori bo'lgan Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Osmonlarning ham zaminning va isil arshning parvardigori bo'lgan Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Hadisshunos Imom Muslim Ummu Salama onamiz radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda Ummu Salama onamizning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan edim. Biror bandaga qandoqli bir musibat kelmasin, biz Allohning ig'dorchiligidamiz, cho'qim Alloh taoloning dargohiga qaytamiz. Ey Alloh, musibatimda menga savob ato qilgin, uning o'rniga uningdan yaxshirog'ini ato qilgin. Alloh taolo uning musibatiga savob ato qilib, u yo'qotgan narsaning o'rniga uningdan yaxshirog'ini ato qiladi. Ummu Salama mundoq deydi: Abu Salama qazo qilganda Rasulullohning buyrug'ini bo'yishtirgan edim. Alloh taolo menga Abu Salamadan yaxshiroq bo'lgan Rasulullohni o'rniga berdi. Tavba qiluvchilar baxshisi. Dada, qo'rqim etib ketdi. Tövəndiksi şundaq qıssiki, bununda bayan qılınan kişiler imanның terenligiga haqiqiy çökkəndən keyin duanın haqiqatanmı bir qural ekanligini tunib ketgan. Bu qural bilan balo qazo va qiyinchilikni yengan kishilardir. Asbaq ibn Zayd radhiyallohu anhu bundoq deydi: Men va uch bolam qo'rsoqqa dal bo'lgudek oziq-tulikimiz qilmay, nima qilarimizni bilmay qoldik. Kichik qizim chiqib, "Menga dada qo'rsoqim echib ketdi" dedi. Ko'ringki, qiz dadasiga ochlikdan shikoyat qildi. Endi bu dada kimga shikoyat qiladi? Qissaning davomi. Ondan men tahorat ilib, 2 rakat namoz o'qib, esimga kelgan duoni qildim va oxirida: "Ey mehribonlarning mehriboni bo'lgan Alloh, menga shunday rizq ato qilganki, uningda hech kishining minnati bo'lmasin. Men ham oxiratda bu vaqt hisob bermaydigan bo'lay" deb uyga qaytdim. Cho'ng qizim kelib menga: "Ey dada, bir kishi kelib, men sizning tog'ingiz bu dirhamlarga lozimatliklarni setib deb bu pullarni berdi va qarindishimga salom aytib qo'yinglar. Agar uning biror ojiz bo'lsa, mushu duoni qilsa ojiz ravon bo'ladi" deb ketib qoldi dedi. Alloh bilan qasamki, mening hech qanday qarindishim yo'q edi. Bu so'zlarni qilgan kishining kimligini bilmayman, biroq Haq subhanahu va taolo hamma qodirdir. Asbaq ibn Zaydning qissasi tamom. Shaqiq al-Balxi radhiyallohu anhu bundoq deydi: Bir kuni ayolim menga
Bu balalarning açlıqdan qanday qandoq kelib qolganligini ko'rib turib, ularni taqit etmaydigan ish huzurlasangiz do'st bo'lmaydi dedi. Ondan men tahorat oldim. Mening bir do'stim bor edi. U menga doim Alloh bilan qasam qilib, qandoqligi hojatim bo'lsa, o'ziga aytishimni va uningdan yo'shmaslikni zikr etdi. Uning deganlari esimga kelib, uydan chiqdim. Masjidning oldidan o'tib ketib, Abi Ja'fardan rivoyat qilingan kimning maxluq ojiz tushib qolsa, oldi bilan Alloh taolodan tilasin degan bir so'z xotiramdan kechdi. Ondan masjidga kirib, 2 rakat namozga turdim. Tashahhudda o'tirganda meni uyqu bosib oldi. Shu asnoda tushimni ko'rib ketibman. Shunda, ey shaqiq, Allohni qo'yib bandalarga murojaat qilib, Allohni unutamsan, ey shaqiq, Allohni qo'yib bandalarga murojaat qilib, Allohni unutamsan degan sado kelgudekmish. Ondan uyg'onib, bu tushning haqiqatanmi Parvardigorimning bir ogohlantirishi kerakligini bildim. Toki namoz o'qigangacha masjidda bo'ldim. Masjiddan chiqib, bu do'stimnikiga berishdan voz kechib, Alloh taologa tavakkal qilib, qattiq ishinib uyga qaytdim. Alloh taoloning qudrati bilan u do'stim men ehtiyojli narsaning hammasini uyimga o'z qo'li bilan elib bergan ekan. Shak shubhasizki, Janobi Haq duolarni anglab turuvchidir. Kimki Allohga tavakkal qilsa, Allohning uning kifoya yetarli ekanligidan hech birimiz gumon qilmaymiz albatta. Shaqiq al-Balxiyning qissasi tamomlandi. Tadqiqotchi olim Ibn Qayyim rahimahullohning sura Fatiha bilan qilgan duosi va bu qissani anglab. U mundaq deydi: Makkada turgan chog'larimda menga bir turli kasal chaqlashdi. Islamga na doktor, na dori topolmadim. Ondan sura Fatiha orqali o'zimni davolashga boshladim. Bu surani o'qiyman-da, uni zamzam suyiga demay qilib ichaman. Shunday qilib saqaydim. Sura Fatihaning ajoyib shifoliq ta'siri borligini muhimroq o'z tajribamda o'tkazgan bo'ldim. Keyin bu tajribamni boshqa kasal bo'lib qolgan mo'minlarga tunishtirdim. Ularning mutlaq ko'p qismi sura Fatihaning davolashi bilan shifoliq topib saqayib ketgan edi. Ibn Qayyimning qissasi tamomlandi. Abi Said al-Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan birlik kelgan hadisda bir yurtning boshlig'iga sura Fatiha o'qilganda u bosh og'riqidan sillamazaq saqayib ketgan. Bu ham Fatiha surasining fazilatiga shohiddir. Duoning fazilati to'g'risidagi go'zal va nadir oz uchraydigan bir misolni qayd qilishimiz ortiqcha bo'lmas. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhuning bir xo'rozi bo'lib, u har kechasi ash xo'rozning chillishi bilan uyg'onar ekan. Ammo u xo'roz bir kecha chillamay qo'ydi-da, Said tahajjud namozida turolmay tong etib ketdi. Bu ish uning qattiq qori keldi va Allohga bu xo'rozning unini o'chirib tashlash haqida duo qildi. Saidning duosi ijobat etdi. Degandek shundan keyin xo'rozning ovozi olinmaydi. Shuning bilan Saidning onasi: "Bolam, sen bundan keyin bir narsa duo qilmagan" degan ekan. Said ibn Jubayrning qissasi tamomlandi. Da'vatchilardan biri kitobida naql keltirgan bir qissada davomli Alloh taoloning toat ibodatida bo'ladigan, Allohni har zaman tavba bilan eslab turadigan bir kishi bo'lib, u bir qatim oilasilar bilan birlikda qilgan bir cho'l safarini bayon qilib, bunday deydi: Elib olgan suyimiz tugab ketib, suv izlab ko'lni tepdim, u bir quruq ko'l bo'lib chiqdi. Shuning bilan men oilamdagilarning yana quruq qo'l qaytib keldim. Ondan hammamiz 4 taraf qarab izlab bir temimni suv topolmadik. Hammamiz usab qog'ichlab ketdik. Shunday qilib men hammadan pok, izzatlik, bandalarning duosini ijobat qiluvchi, qo'llariga nihoyat yaqin bo'lgan Parvardigorimni eslab, tayammum qilib qiblaga yuzlandim. 2 rakat namoz qilib, taromlab oqayotgan ko'z yoshlarim bilan duo qo'l ko'tardim. Haq subhanahu va taolo kamoliy ishonch bilan so'radim. Haq subhanahu va taolodan kamoliy ishonch bilan so'radim va u zotning beshig'i kunchishgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshig'i kelgan egasiligini ko'tarib turadigan kim degan so'zini esladim. Alloh bilan qasamki, men o'rnimdan turganda ko'kda na oq bulut, na qora bulut yo'q edi. Tuyuqsiz bir parcha bulut paydo bo'lib, cho'ldagi men turgan o'rinni bir oldida sharqirab yomg'ir yog'ib, atrofimizdagi ko'llar liq-liq to'ldi. Bu suvdan qanous ichdik, yuyinib tahorat oldik va Janobi Allohga cheksiz hamd, maqtash aytdik. Birdamdan keyin oldimizga qarab ancha uzun bo'lmayla, u joylarda yomg'irdan asarmi yo'q, qup-quruq turganligini ko'rib, Alloh taoloning bizni haqiqatanmi u bulutlarga duoyim bilan sug'organligini his qildim va Haq subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolar aytdim. Ular yomg'irning yog'ishidan umidlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib beradi. Rahmatidan yo'yadi. Allah hammaning egasidir, madihiga loyiqdir. Shura surasi 28-oyat.
Bu qissa tamamlandı. Bu kitap yana tövəndəki qismi naql keltirilgan. Al-qissa. Bir musulmon kishi bir davlatga berib, shu joyning fuqarolik guvohnomasi, kirajinlik huquqini olish uchun yordam talab qilganda, hammali joydan burni qaytadi. Bu kishi qo'lidan kelganligi amalning hammani qilib, tonish bilishlarining hammasiga yelinib boqqan. Yanada natija chiqmagandan keyin taqvodor bir olim bilan uchrashib, o'zining o'sal bir olim qaytganligini aytadi. Ondan u olim uningga sen kechining oxirgi qushdan birini cho'qib, Allohga duo qilgin. Haqiqatan u zot ishlarni osonlashtiruvchidir, deb nasihat qiladi. U aytadi: Alloh taolo bilan qasamki, men bandadan yordam so'raydigan ishlarni tashlab, u olimning deganidek kechining oxirgi qushdan birida namoz o'qishni boshladim. Saharda Allohni sig'inib, u zotga duo qildim. Bir necha kundan keyin odatdagilar materiallarni munosib qilganga topshirdim. Aramızda vasıtçı hem yok idi. Ular materiallarını yuqoriga yo'lladi. Bir qancha kun o'tib, u organga chaqirtilganimdan shunchalik hayron qoldim-ki, mushundoq bosib sharoit turibmi fuqarolik guvohnomasiga erishganga shunchalik hayron qoldim. Parvardigorimning duolarini anglab turg'uchi va ijobat qilg'uchi bandalarga iltifatliq va yaqin zot ekanligi shubhisizdir. Biroq nuqson o'zimizdadir. Biz cho'qim Alloh taologa qaytib uningga duo qilishimiz kerak. Haq subhanahu va taoloning duolarini anglab turg'uchi ekanligi biz uchun haqiqatanmi bir xush bishorat. Oyog'ining bo'qqisi uzib ketsa-mu, Alloh taologa murojaat qilib hol aytadigan kishilarning borligini anglamadikmi? Shundoq, ular shundoq bandalarki, oyoq bo'qqisini emas, balki bir chimdim tuzni Allohdan so'raydi. Ey hojatmanlar, ey kasallar, ey qarzdorlar, ey qiyinchilikda qolganlar, ey zulmga uchraganlar, ey falokat patqog'i petib, g'am daryosida kuyganlar, ey nomrodlik iskanchisiga tushib, haq huquqini yutirib qo'yganlar, ey er ayollik turmushda baxt deb baxtsiz bo'lganlar, ey farzand tilab qilmagan qolmaganlar, ey o'qishdan utuq, xizmatdan o'rin izlab yurganlar, ey musulmonning ishi desa o'z ishini deb jon ko'ydirganlar, ey hojatmanlar, ey kangzimin tartib shuncha haqning baxti patgan dunyoda kichikkina mening baxtim patmasmi deb qo'shib to'qollar. Biz nima uchun dardimizni Allohga demaymiz, holimizni Allohga o'qimaymiz? Acaba men duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman, tilaklarni beraman degan so'zni qilgan ashzot emasmi? Nima uchun biz muhtojlik bilan sungan qo'llarimizni Haq subhanahu va taologa ko'tarmaymiz? Bu zot mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ular aytganki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman degan ulug' so'zni aytquchidir. Tavba qiluvchilar bog'chisi, tog'lardek mazmun. U ham boshqa ayollarga o'xshash hayotni suyadigan, iymon e'tiqodli ayol edi. U Alloh taoloning parvardigorligiga, kishilarga ega bo'lg'uchi, o'rinlashtiruvchi ekanligiga rozi bo'lgan, u zotning hukmiga va hukm chiqarg'uchi ekanligiga iymon keltirgan, iymon imtihoni ilingan, rostchilikqa sinalgan va fitnaga yo'liqqanda bu imtihonni o'tib ketgan. U hech nimani anglamas bir gasni taqat qilolmaydigan haqorat, baloyi ofatga qolganda tog'dek masmut, po'latdek iroda bilan o'z maydonidan ko'rolmagan. Jisdi jasoratli, g'ayrat shijoatli ayol edi. Janobi Haq uningdan haqiqiy iymon, mustahkam e'tiqodga yarasha uning irodasini chiniqqan. Undaqda bu ayol kim? U yana shundoq ayolki, talay yillar kufr va shirkda o'tib, hayotining ozg'ina bir qismida iymon bilan sharaflangan. Undaqda u zoti kim? U ayolning o'z xohishi bo'yicha so'zlamaydigan kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarafidan xabar berilgan. Endi bu uzun qissaning bayoniga kelamiz. Suhayb radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom bundoq degan: sizlardan burun bir podshoh o'tgan bo'lib, u shohning bir sehrgari bor edi. U sehrgar qirg'anda podshohdan faqirga qirilib ketdi. Bir shogirdga ijozat qilsa, uningga hunarini o'rgatgan bo'lsam deb iltimos qiladi. Shoh uningga bir bolani shogird qilib evatidi. Bola ustozining qishiga ketib bir rohib uchrab qoldi-da, uning qishida so'zlarini anglab o'tirib, rohib qiziqsinadi. Shundoq qilib u har kuni sehrgarning yoniga borguncha rohibning qishida o'tiradi ekan. Sehrgarning qishiga kelganda ustoz uni kechikib qolding deb uradi ekan. Bola bu ishni rohibga shikoyat qilibdi. Rohib uningga
Agar sergardan qo'rqsang, uningga meni uydagilar kechiktirib qo'ydi degan. Agar uyingdagilardan qo'rqsang, meni sergar ayol qilib qo'ydi degan. Bola shundoq qilib yurgan kunlarining birida ushtuntuk yo'g'on bir ayvon paydo bo'lib, kishilarning yo'lini to'sib bolaning ko'ngliga rohib ustunmidu yoki sergarmidu, buni bugun bir bilib boqay degan xayol kelibdi-da, qo'liga yo'g'on bir toshni ilib, ey Alloh, agar sana rohibning ishi sergarnikidan yaxshi bo'lgan bo'lsa, qo'limdagi bu tosh bilan ayvonni o'ltirgin. Kishilarning yo'li tamom bo'lsin, deb toshni bir otgankan ayvon o'libdi. Yo'l ravonlashibdi. Bola bu ishni rohib degan ekan, rohib, bolam, sen bugun mendan eshib ketibsan. Men yetgan maqomga yetibsan. Uzun o'tmay sinoqqa duch kelasan. Sinalgan chog'ingda meni ashkorlab tashlama, deb nasihat qilibdi. Keyincha bola qarg'u, oq kasal va boshqa kasallarni davolaydigan bo'pti. Bir kun podshoning bir ko'r bo'lib qolgan ulfatdoshi buni anglab, nurg'un so'g'-salomlar bilan kelib, bolaga debdi. Agar ko'zimni davolay olsang, mushu narsalarning hammasini sana sovg'a qilaman. Men hech kimni sog'aytolmayman. Faqat Alloh taolo shifoliq beradi. Sen Allohga iymon etsang, men Allohga duo qilay. Alloh sana shifoliq bersin debdi. U kishi iymon etibdi. Alloh shifoliq beribdi. U kishi shohning yoniga berib, avval o'rnida o'tiribdi. Shoh undan ko'zingni kim saqaytib qo'ydi deb so'ragan ekan, u Parvardigorim deb javob beribdi. Buni olgan shohning qo'yiq sochlari tik turibdi. Sening mendan boshqa Parvardigoring bormi acaba? Alloh taolo sizlarning va mening Parvardigorimizdir. Shuning bilan podshoh uni qattiq qiynabdi. U bolani oshkorlab qo'yibdi. Bola shohning dargohiga keltirilibdi. Podshoh bolaga, o'g'lim, sening sehr mahorating shu darajaga yetibdiki, qarg'u va oq kasallarni davolay oladigansan. Xili ishlarni qila oladigansan, debdi. Yo'q, men hech kimni davolay olmayman. Shifoliq faqat Alloh tarafdandir, debdi bola. Shuning bilan podshoh uni qattiq qiynashda qoldiribdi. Oxirida bola rohibni ko'rsatib qo'yibdi. Rohib o'rniga keltirilibdi. Podshoh uni dildan yonish tutibdi. Rohib unmabdi. Podshoh rohibning beshini debdi. Rohibning beshi ikki parcha bo'lib yerga tushibdi. Ondan podshoh ayliq o'lpatishni keltirib, uningga diningdan yon debdi. U unmabdi. Ondan uning beshini deb ikki parcha qilib tutibdi. Navbat bolaga kelibdi. Unimi dinni yenish qilolabdi. Bola unimgandan keyin podshoh uni qo'l ostiga bir to'p atarman chaparmanlarga topshirib, sizlar buni falon tog' elib chiqinglar. Tog' cho'qsiga chiqqanda u yanil dinni yanmasa, uni tog'dan tashlaytinglar deb emr qilibdi. Ular bir tog'ga chiqibdi. Bola, ey Alloh, meni ularning yomonligidan o'zing xohlagan bir ravishda saqlab qolgan debdi. Shu on tog' taraf podshohning odamlari tog'dan tushib ketibdi. Bola podshohning oldiga yolg'iz qaytib kelibdi. Podshoh uningdan peshandagilarga nima bo'ldi deb so'rabdi. Allohim meni ularning ziyonkashligidan saqladi deb javob beribdi bola. Podshoh bolani yana bir to'p kishilarga topshirib, uni dengizga tashlatishni buyuribdi. Ular dengizning o'rtaga kelganda bola, ey Alloh, o'zing xohlagan bir ravishda meni ularning ziyonkashligidan saqlab qolgan deb duo qildi. Shu chog'da kiyimi o'ngtirib ketibdi. U yana podshohning oldiga yolg'iz qaytib kelibdi. Podshoh uningdan amrohlaringga nima bo'ldi deb so'rabdi. Bola, Alloh taolo meni ularning ziyonkashligidan saqladi. Sen mening deganimdek qilmoqcha meni hargiz o'ldirolmaysan debdi. Podshoh qani ayt debdi. Bola, sen haloyiqni bir to'plikka yig'ib, meni xurmaning shayxiga osqin, ondan o'qlanimdan bir tal o'qni ilib, o'qiyaning o'ttirib qo'yib turib, bolaning parvardigori bo'lgan Alloh taoloning nomidan boshlayman deb bassang, meni o'ldiralaysan debdi. Shuning bilan shoh haloyiqni bir do'ngga yig'ib, bolani bir xurma shayxiga esibdi. Ondan o'qlandan o'qni chiqarib, o'qiyaning o'tirisiga qo'yib, bolaning parvardigori bo'lgan Alloh taoloning nomi bilan boshlayman deb uni o'qizibdi. O'q bolaning cheksiga tegibdi. U peshonasini tutgan holda jon beribdi. Buni ko'rib turgan xaloyiq, biz bolaning parvardigoriga ishondik, uning iymon etdik deb to'lishib ketibdi. Kishilar shohning qishiga kelib, baq, Allohning nomlari bilan qasamga, sen qo'rqqan ish oxir yuz berdi. Amniyatda nurg'un kishilar iymon etdi debdi. Bu ishdan keyin podshoh do'qmish cho'nqir azgal ko'lab, o't yoqishga buyuribdi. O't ulg'ayishga boshlabdi. Podshoh kim dindan yanmaydi ekan, uni o't azgalga tashlanglar yoki o'zidan sakratinglar deb farmon tushiribdi. Podshohning odamlari shundoq qilibdi. Shu asnoda qo'lida bo'g'ni ko'targan bir iymonli ayol o't azgal oldida ikkilanib turib qolganda bolasi zuvonga kelib, chidang onajon, shubhasizki siz haqiqat ustida debdi. Muslim rivoyati. Qandaq isil mo'min ayollar, u o'zining o't dengizining bo'yida turganligini,
Özünün kütüvatkandan lavıldap durgan otkaynym ekenligini eniq bildi-yu, taymasdan, qaymasdan alda qadam taşlayalaydy. Özünün ot yalkyny dalak boldyganlygyny düşünedi. U hiç qandaq günahsız ve gubarsiz bir sebebe qaragıda bala zuwanğa kelip işenç bağışlap, bunu alda otqa aldyratdy. Anajan, çydygyň, şübhəsizki sen haqiqat üstüde. Adetde otdan kiçiklerden bekrek çoňlar korkudy. Ot hararaty we ýalkyndan korkutdy. Bu bowak anysyny alga öndedi. Ämeliýetde u Allah tarapdan o aýalga inam kılıngan mustakemlikdir. Ämeliýetde bu inam aýalynyň hakyky imanyga berilgen. Bugünimizdeki musulman aýallar undaq lawuldap turgan ýalkynga itirilmeýdir. Belki ýap-ýeşillik bostanlar ularynyň aramgahy, ular fakat öz dinini öňeşige, öz güzelligine namahremleriň nalaýyk nazarlaryny ýuşup, islamy kiyinişge çakyryldy. Halbuki bularning ba'zilari ýap-ýeşillik bostanlaryny taşlap, özlerini öz haýyşy bilen dozak otaga taşlap gelýärdiňki, bu imanyň mewisi emas, belki asylyknyň okubeti halas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir sır arkaly mundak diýdi. Men bilen sizleriniň misalyňlar bir kişi ot ýakkan, aşaret we perwaneler özüni ot etipatkan, ýene bir kişi bolsa ularyny otdan tutýan bir kişiniň misaly okşaýdy. Men bolsam otga düşüp ketmeslikler üçin bileňlerden tutup alaman. Sizler özüňizni otga taşlawatsizlar. Buhari we Müslim riwayet. Şundak, öz nefs haýyşy argysyga girip, özüni otga taşlawatganlaryň haly qandaq bolar? Şuning bilen birge ýene ahiret otadan gaçyp, aldyki otga özüni taşlawatganlar hem barki, Burç sürüsinde tılg ilingan o kavim del imany müstakemlik bilen ahiret otadan gaçyp, aldyki otga özüni etişge aldyratganlardyr. İman Ähmetniň riwayetiga qaraganda, padşah köç egildirgi çoňkur alkolk bolap, unuň ot ýaktyryp, ot ulaýganda kim denizin ýanadiken onu goýup beriňler. Eger ýanmaýdyken onu otga taşlaňlar dep ferman düşürdi. Padşanyň adamlary kişilerini otdan agahlandyryp, dinden ýanyşyk düşürdi. Birak bu iman sahipleri kudretli Allah'ın dergahı çoğundakilek cennetler ve ıslanları özüne atıdı. Müminler ve mümin ayolları ziyankeşlik kılgandan keyin küfürden qaytmaganlar şübhesiz ki cehennemden azabı düşer buludu. Ularga ot bilen azap kılınudu. İman etkan ve yaşamellerini kılganlar şübhesiz ki aslıdan ıslanlar ektirdiğin cennetlerine sazavar buludu. Bu çoğun vakittir. Burç suresi 10-11. ayetler. Fakatla 5 riyal. Tevbe kılgıçlar bahçesi. Fakatla 5 riyal. U üniversiteden bitirgenden keyin bir başlangıç mektepte okutucu bolup, aldyda möldirlep oturgan jüp-jüp qara gözler alırki eğir mas'uliyetini bu balalarning afiyatyny özüge tapşyrylgan bir amanet ekenligini his kıldy. Ata-ana degen öz balasyny ýat bir kimge tapşyrmaýdy-ýa, fakat mektepgile öz ihtiýary bilen tapşyrdy. Bala mektepde ötken 6 saat wagtyda ata-anasyny oýlamaýdy. Ata-ana hem hatirjamalda öz işini kılady. Halbuki balalar mektepde zat nimeler bilen uçuruşdy? Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Mektepdeki mesuliyet nimançı çoğun, nimançı eğer. Bunun əsiyadi okuwçylaryny ýaşlykka davet kılışda. Halbuki bu düşünüş kabiliyeti tolyk yetip bolalmagan kiçik balalar bolsumy, u özüniň ýetgizgenlerini ularynyň asasen degilek goluklyk namat kılgyny sezdi. Sadiqanyň faziletini sözledi, okuwçylaryň sadiq beşik aldyryşganlygyny balanyň ailesikilerden aňlap turdy. Oğul okuwçylarga mescit namaz okuş ihtiyacı düşken. Adetde Allah rahmet kılgandan başka şol köp musulmanlarymyz sübhi namazı, bamdat namazıga mescit gelip bolanmaýdy. Amma bu okuwçylar sübhi namazıga mescit geletdi. Ustaz, bizge bunyň faziletini etip bergen idi, diýişetdi. U zor bir kısım okuwçylaryny mescitlerdeki Kur'an ýadyly derslerge teşkillep, her gaýsy mescitlerge berip, ularyny hediýe bilen ziyaret kılıp turatdy. Bu okuwçylar arkaly sawapga erişişden ibaret güzel istekli idi. Başkalardan netijesi artık okuwçylaryň gymyny ýetdi. Başkalarga eger kelgen işler onuň üçin hiç gep emas idi. Okuwçylarga mihrini aýamay beretdi. Teneppüs wagtlaryny ularyny ýoklap turatdy. Balalar hem onu ýaxşy göretdi. Bu bir güni teneppüs wagtydan paýdalanyp okuwçylardan sordy. Araňlardan kim Allahyň ýoluga çakyrgysy dahi bolsa arzu kıldy? Bu okuwçylaryň hemmemiz halaýmyz diýen jawabyny algandan keyin okuwçylarga Kur'an tilaweti ýaky münasibet leksiýa lentelerini buýrup,
ularning elib kelib lentalarni o'zaro almashtirib anglashga va oilalarga tavsiya qilish o'rlashtirdi. Shunday qilib lentalar o'quvchilar orasida keng tarqaldi. Bu berkatlik muborak chaqiriq da'vat faoliyati oriyatga mas'ul qilingan bir o'quvchining boshchiligida lentalardan o'tib islomiy kitoblar bo'yicha davomlashib turdi. Bir kun uning bir o'quvchisi uningga bir xatni topshirib berdi. Xatda mundoq deyilgan edi: "Hurmatli tarbiyachi, bu bir tashakkurnoma, shundoqla ayibnoma. Siz kichik inim elib kelgan unalg'u lentasining bizga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini tasavvur qilolmaysiz. Shundoq, bu lenta oila hayotimizni tamoman ostin-ustin qilib o'tdi. Bu oila aslida hayot lazzatini suzishdan boshqa bo'lmagan bir oila edi. Dadam bizga arg'amchini uzun qo'yib o'tgan, ishlarni tamoman ixtiyorimizga bergan bir kishi edi. Anam bo'lsa o'z dinidan qilishli xabar bo'lmagan bir ayol. Bizning hayot yo'limiz Alloh yo'lidan to'liq yiroq ekan. Namoz bu oxirida o'ylaydigan masala. Uyimizda u to'g'rida parang bo'lib boqqanmi emas. Biz namozni tashlaganligimiz uchun tayoq yeyish uyoq tursin, namoz o'qishga buyurilganmi emas. O'yin tomosha, bekorchilik, ich siqintilik, ma'nisizlik mana bu bizning yashamimiz. Biz yashamoqlar dunyoning rang'az chiqinlarini qo'llashib yurmoqdamiz. O'g'illar xizmat, tantarbiya, sayohat ko'yida, ammo biz qizlar bozor cho'kilish, moda qo'llashish, musobaqa, kino, ko'p qismli ziddiyat teatrlarini o'zimga ko'rish bilan ovora. Biroq men o'zligim, nafsimda haqiqatan ruhimni g'ajab tugatgidek bir aloqatli qoldirishning o'tayotganligini bilaman. Hayotlik ilmi fakultetining a'lo o'quvchisi bo'lsammi, siqilish, ruhiy besim iskanjasida mavjud yashaganman. Men toki o'tgan haftaning payshanba oqshomgachalik hayotimdagi haqiqiy vaqtni kutib qo'ygan ekanman. Shu kuni inim kelib menga bir unalg'u lentasini berdi. Bu lentaning amaliyot bilan ish orasida baxet degan ismi qiziqsindim. Uni anglab dindorlarning tushunishki baxtni bir tushunib boqmaymi dedim. Lentani bir qatim olgandan keyin qaytirib ikkinchi, uchinchi qatim angladim. Bu lentadagi ustozning so'zlari go'yo menga qatilgandek edi. U ustozga Alloh rahmat qilsin. Lentadan kelayotgan so'z jumlalardan o'zimning haqiqiy baxtida emas, balki soxta baxtning vahimasi qolganligini qattiq bir ogohlantirish tasdiq urilgandek, amdilikda bo'lsa men yo'qotgan haqiqiy baxt yo'liga chaqirayotganligimni his qildim. Baxtda qarshim o'zgarib, mening baxt deganlarim amdilikda tagaq tushib qoldi. Shundoq, u meni ahraman devining uyqusidek uzunga so'zilgan qabohatli bir uyqudan uyg'otgan tunji sado bo'ldi. Bir haftalik dam olishimni u ustozning so'zlarini tafakkur qilish bilan o'tkazib, sizni inimga shanba kuni bermoqchi bo'lgan lentani kutib o'tatdim. İnimni taqozolik bilan kutib o'tirsam, u lentani olib keldi. Lentaning ismi meni cho'chitdi. Bo'lib, bu ism menga eng oxirgi ogohlantiruvchining "Ogoh bo'l, sana rahim qilmaydigani shaksizdir" deyotgan bildiruvchilik tuyuldi. Leksiya haqiqatimga ta'sirlik edi. Bu mening oqibatimmi deb o'ksib yig'ladim. Navoda men namozni tashlagan holda o'lib ketgan bo'lsam, yuyulmamdim, kepallanmamdim, namozimni shurilmamdi. Hey, dünya ve ahiretli qara inson, tushlik tomqimni yemay, tahorat elib, peshin namozini o'qidim. O'tkazgan barliq gunohlarim uchun sajdada mag'firat tiladim. Xatimni oxirlashtirishdan burun yana shuni deb olay. Meni aybga buyurmaysizlar. Hurmatli tarbiyachilar, sizlar amaliyotda nurg'un mas'uliyatlarni ado qilmayapsizlar. Farzandlarimiz sizlar uchun omonat, uydagilar uchun to'liq yaxshi bir elchi edi. Janobi Haqdan qo'rqinglar, omonatga to'liq mas'ul bo'linglar, mas'uliyatlarni to'liq ado qilinglar. Menga o'xshash talaydigan bolalar tengqishida yashamoqda. Tengqishdagi u bolalar hech qancha moddiy qimmat talab qilmaydigan bu xil lentalarni sotishga qodir turliq bu qimmatli leksiyalardan yiroq qolmoqda. Hurmatli tarbiyachi, shundoq qilib halokat ko'ruvdagi bu oila 5 riyallik lenta bilan tamoman o'zgardi. Sizlar bu da'vat chaqiriq faoliyatini davomlashtirasizlarmi? Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Rohatga chiqdim. 70 yoshlar chog'imdagi bir buvayni tanitdim. U menga sharafli payg'ambar Masjidi Nabaviy sharifda ro'zlar altida beshidan o'tganlarini so'zlab bergan edi. U 15 yoshdan 40 yoshgacha toza 25 yil aroq ichilish yashagan ekan. Bunda qishdan Allohga sig'inib panoh tilaymiz. Bir kuni doktorga kirib qolganida, doktor uni putkil tinining sifatida zaharlanib bo'lganligini tekshirib chiqqandan keyin uningga "Sana endi davo yo'q. Sen faqat burunqidek yuraversanglar, hayotingni bir mezgil davomlashtira olaysan" deydi. Bundoq ishdan Allohga sig'inib panoh tilaymiz.
Buvay manga mundaq dedi. Manga doktor o gaplarni qilganda, men go'yo uyqudan uyg'ongandek bo'ldim va sizlar davolayolmassizlarmi dedim. U davo yo'q dedi. Ilojim bor, davoim bor dedim o'z-o'zimga va shu amon Allohga tavba qildim. Sharafli payg'ambar masjidida namoz o'qidim. Uyimga qaytib tavba bilan ihrom bog'lab, Makkaga qarab yurib ketdim. 3 kunlik safardan keyin Tunis bilan hurmatli shahar Makka mukarramaga yetib keldim. Ömür faaliyetlerinde ada bulup Allah Teala'ga iltica kılıp yığladım, yilinip yalvardım. Ey Perverdigarım, bana şifa ata kılgın, yoki meni mushtaba qilgan holatimda qabdroq qilgin. Bana birisi zemzem ish tarafında tuyulib, zemzem bir joyga bordim. Bu kunlarda zemzem chelak bilan ustilatdi. Qo'rsqum ham och edi. Zemzemdan bir chelak tutib, hammani ichib etdim. Zemzem bilan Alloh taolo jismimga quvvat ato qildi. Bir chelak zemzemni ichib bo'lganda ko'nglim aynagandek bo'lib, qusqum keldi. İbrahim darvozasiga kelganda qusishga boshladim. Qusq bilan yo'g'on bir parcha qop-qora uyulqonni qusibdiman. Qusqandan keyin ajoyib rohatga chiqdim. Haq subhanahu va taoloning haqiqatanmi ulug'lig'ini tunib ketdim. Rahman taoloning qo'lida insonning hech xiyoliga keltirib boqmagan yaxshilik va rahmatning borligiga, uningga iltijo qilsa, uni quruq qo'l qaytarmaydiganligiga jazm qildim. İkinci qatim komil ishonch va aslangan iymon bilan duo qildim, iltijo qildim va Allohdan yig'lab turib so'radim: "Ey Parvardigorim, menga shifo ato qilgin, yoki meni mushu tavba qilgan holatimda qabul qilgin." Yana allaqandoq bir kuch meni zamzam ichishga undaydi. Shunday qilib yana bir chelak zamzam ichdim. Yana avvalgi qatim zamzam ichgandek holat yuz berdi. Ishik tubiga barobarmayla yana qusdim. Bu qatim oldinqisidan ozroq qusibdiman. Uchinchi qatimmi dam eshayotgan iymon va ishonchim bilan qaytib berib duo qildim, iltijo qildim. Ondan yana bir qatim berib zamzam ichdim. Ondan qo'rsqim g'o'ldirlab, dardab yondirdim. Shuning bilan bu umrimda his qilmagan ajoyib bir rohat hissini quchdi. Qaytib duo qildim. Rahmon taoloning menga ato qilgan rohatchiligi bilan uyquga tushmoqchiman. Subiy namozning azimidan tong uyg'onib, Allohning bu muborak uyi Ka'badan 3 kungacha midirlamaslikqa Alloh nomidan qasam qilib, u kunlarni Allohdan mag'firat va sog'lik tilab, zamzam ichib o'tkazdim. Masjidga qaytib kelgandan keyin meni davolagan doktor qaytib ko'rindi. U mening hidoyat nuri bilan ranglangan yuz-ko'zlarimga bir qo'r qarab o'tgandan keyin badanimni qayta tekshirishga boshladi. Tekshirish natijasi chiqqanda bo'lsa, ko'z oldidagi bu o'zgarishga o'zini aron ishongandan keyin, "Ey Allohning bandasi, Alloh taolo sana tibobat ilmi tushuntirib berolmaydigan bir mo'jizaviy natijani ato qilibdi" dedi. Madinada u menga o'z kechmishini so'zlab bergan shu chog' bo'lsa, uning shifo tepib 30 yil sog'lom umr ko'rgandan keyin hayotining xayrli oxirlashini kutayotgan damlar edi. U bu gaplarni menga ro'zlar olib turib so'zlab bergan edi. U amaliyotdami shu xayrlik ustida vafot topdi. Bu qissa tamomlandi. Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Aqlimdan adashib qolgandek turibdiman. Universitetda o'qiyotgan chog'larimda o'qish va axloqda oldin qatordagi qiz edim. Bir kuni maktab darvozasidan chiqsam, bir yigit menga xuddi meni taniydigandek tikilib turibdi. Yo'limga mangdim. U keyinda menga bir nimalarni da'vatgandek qiladi. Ondan u yo'limni to'sib dedi. "Sizning axloqli bir qiz ekanligingiz menga ma'lum. Sizga o'zimdan beri diqqat qilib keldim. Mening siz bilan to'y qilg'im bor." Uning bu so'zlaridan cho'chidimda qadamimni tizlatdim. Uyimga kelib olgach erib, butun badanimni tarbiyasib ketdi. Shu kechasi uning gaplari va meni chulg'ab olgan bir qo'rqinch bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Shuning bilan uning ishkim oldiga kelganda tashlab qo'yib ketib qolgan xatini ilib o'qidim. Bu xat sevgi va uzr so'zlaridan to'lgan edi. U menga bir necha soatdan keyin telefon urib, "Xatni o'qidingizmi?" deb so'radi. "Agar o'shingizni yig'maydi ekansiz, uyimdagilarga deyman, u chog'da ko'rgiliklarni ko'rsiz" deb javob berdim. Uzun o'tmay u yana telefon qilib, do'stlik izhor qilish bilan birga o'zining hech qanday yomon niyatining yo'qligi, o'zining bir millioner ekanligi, mening orzu-umidlarimni ishga oshirgan birdan-bir kishi ekanligini ezib, ichirib tushuntirgan edi. Qalbim birdilla erib ketgandek bo'lib, uning bilan paranglashib tushib, shundan keyin uning telefonini saqlaydigan bo'ldim. Maktabdan yog'anda ko'zlarim uni izlaydi. Bir kuni uning meni saqlab turganligini ko'rib, qiniqinimni patmay qoldimda, uning mashinasiga chiqib, birga shahar aylandik. U shu chog'da mening uning ayoli bo'lganligimni aytganda, uning tamoman ishongan ekanman. Bir kuni men odatdagidekla uning bilan uchrashishga chiqdim. U meni bir hashamatli bezalgan uyga boshlab keldi. Birga o'tirib muңlashdik. Uning so'zlari qalbimni o'ziga moyil qilgan edi. Biz bir-birimizga qarab o'tirib ketdik. Biz jahannamga boshlagan cho'ng gunohdan birini qildik.
Men faqat uning uchun bir o'zi bo'lganligimni, qo'limdagi eng qimmatli narsamni yo'qotib qo'yganligimni bilganimda, aqlimda adashgandek bir holda o'rnimdan turib, "Meni nima qilding?" deb baqirdim. U bo'lsa, "Qo'rqmang, men sizning eringiz" deb ko'nglimni bezladi. "Men tehi sening nigohingga o'tmagan tursam" deb chalvaqadim. U "O'zing qolmay shundoq bo'ladi" deydi. O'zimga xomush bir holda qaytib kelib, qattiq yig'ladim. O'qishimmi bir chetda qoldi. Uydagilar mening bu holimni asla bilolmadi. Men to'y qilish tamasida o'tiribdim. Bir necha kundan keyin o'tilsin urib uchrashishni talab qildi. Uning bilan to'y ishini maslahatlashamiz deb o'ylab nihoyat xush bo'ldim. U chiroyida muz yoqqudek bir alfozda gapdi va to'y ishini menga o'ylashmang, nikohsiz o'tayveramiz dedi. İxtiyorsiz holda toza kelishtirib uni bir tashlak soldim. Men texsini bilib bilmay o'tkazib turgan bu savallikni o'zi o'ngshaydi deb o'ylab ekanman. Sening buncha chupirendi bir nimaligini endi bildim dedimda mashinadan yolg'on tushib ketdim. U buning bir qarab qo'ying, buning bilan hayotingiz vayron bo'ladi deganicha qo'lida bir silang'o'lini tutib turardi. Nimang bu dedimda zarda bilan. Bu yoqqa kelib ko'rib boqmamsiz dedi. Buning bilan berib qarasam u aramizda bo'lgan aram ishning to'liq anigan silang'o'lini ekan. Uningga "Ey, paskash tiplas, nima qilding?" dedim. U bizning ustimizga barliq gap so'z, sherkatlarni suratga olgan maxfiy o'rlashtirilgan kamera orqali tarqalgan. Bu lenta bundan keyin sizni bo'ysundirib turgan qurolin bo'ladi dedi. Bu fojia olam bilan chetishliq edi. Yig'ladim, qaqshidim, yolvordim, biroq u nihoyat chong turdi. Shundoq qilib men uning asiriga aylandim. U meni bir erdan yana bir erga setib pul topatdi. Hayotim bir halokat pixqiga damlashyotdi. Uyimdagilar buni bilmaydi. Sinalg'on ensi tarqalib, Navir akamning qo'liga tushib qolsa bo'ladi. Ondan dadam bilib qoldi. Bu sharmanchilik shahrimni purkatdi. Bu nomussizlik bilan oilamizning sha'niga dog' tushdi. Men jilimni qo'g'dash uchun qochib ketdim. Dadam bilan hamshiramning bu rasvochilikdan qochib boshqa shaharga hijrat qilib ketib qolganligini bildim. Shuning bilan men fohish ayollarning orasida yashayverdim. Bu iflos, nomard meni xuddi tanab bog'langan yog'och qo'nchoqni o'ynatgandek sarosimga selaverdi. Men nurg'un qizlarni buzib, nurg'un oilani vayron qilyapti. Bir kun uningdan intiqom olishga yetib keldim. U qattiq masalada qaytib keldi. Fursatni g'animat bilib uni pichoq tiqib o'ldirdim. İnsanlar uning sharridan xalos topdi. Men o'limga loyiq bo'ldim. Dadam dard ichida qazo qilibdi. U "Alloh bizga kifoya, Alloh nimaga yaxshirami, men sendan qiyomat kunida nafrat qilaman" deganlarni ko'p takrorlabdi. Bu nima degan ig'ir haqorat-a? Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Sen nima bilasan? Alloh taolo mundoq deydi: "Bilmaydigan narsangga ergashma." Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Isro surasi 36-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom unga salom va rahmatlar bo'lsin, kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi so'z qilsin yoki jim tursin degan. Buxoriy va Muslim rivoyati. Payg'ambar alayhissalom unga salom va rahmatlar bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kishilarning do'zaxga kirishiga ko'p sabab bo'lgan nima deb so'ralganda qo'sh kalpuk va qo'sh put orasidagi a'zo, ya'ni til va avrat degan Tirmiziy rivoyati. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan jannatga kirgizadigan, do'zaxda yiroq qilinadigan amalni so'raganda Janobi Rasul sallallohu alayhi vasallam unga kishining beshidan, tuyrukidan va cho'qqisidan xayr qilib bo'lgandan keyin men sana shularning hammasini o'lin deb beraymi deydi. U shunday qilsalar ya Rasululloh deydi. Payg'ambar alayhissalom unga o'zining tilini tutib sen buni yiqqin dedi. U biz qilgan so'zlarimizga hisob beramiz ya Rasululloh deganda Payg'ambar alayhissalom voy nadanay, kishilarni do'zaxga yuzlaricha yiqitayotgan narsa faqat ularning tillarining mahsulidir deb javob bergan. Tirmiziy rivoyati. Qarang, ishning cho'nqiga, so'zning xatiriga. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Banda o'ylab, o'ylanmayla mashriq bilan mag'ribning orasida cho'nqur bo'lgan do'zaxga tushib ketadigan bir so'zni qilib chiqadi." Birlik kelgan hadis. Bu vaqtda Abu Bakr radhiyallohu anhu tilining bir tarafini tutib turib bundoq degan: "Mana shu boradigan yerimga elib boradi." Tuzuklarning sifati Sifatus Safva degan kitobdan ilindi.
Sələflərdən bir kishi yaxşı-yaman kunlarning hammasida o'zini hisob qilib turgan ekan. Ba'zi ilm peshvolari tushida o'zi olidan so'ralganligini qayd qilishgan. Bulardan biri mundoq tush ko'rgan. Men o'zim aytgan so'zimni ustida turg'izib, insonlar yomg'irga nima degan muhtoja degan Ondan sen nima bilasan? Kendilerimge menfaat etmesini ben bilemem degan sada anlanılarakmış. Bu qissa yeterlik cevap El Cevabul Kafi degan kitobning 170 betidan ilingan. Halid Rabi'i rivoyat qilib bundoq deydi. Men jamoat to'plangan masjidlarning birisida edim. Kishilar deb birisini g'achiga o'ltiribdi. Ularni to'suvdim, kishilar g'ayratdan to'xtadi-yu, yana boshqa birisining kaynidan bir tasgib qilishgandan keyin, ondan yana boshqa kishining gapiga qaytishdi. Ammo men ularning bir gapiga sherik bo'lib qoldim. Shu kecha tushimda menga bo'y basti egiz, rangi ro'yi qop-qora kelgan bir kishi bir taxsi cho'shqa go'sht tanlab turib, "Ya" deganlikmish. Men cho'shqa go'sht yemdim. Alloh bilan qasamki, uni hargiz yemayman desam, u meni qattiq dushkallab, "Buningdimi battar narsani yegan eding-ku" deb Taki men uyqudan uyg'onguncha cho'shqa go'shtini deb og'zimni tutqat qildi. Alloh bilan qasamki, men 30-40 kungacha og'zimga giyoh solmay turibmi, o'sha go'shtning ta'mi purqim sezib turdim. Bobullarga ogohlantirish. Tanbihul g'ofilin degan kitobning 177-betidan ilingan. Bir qatim payg'ambar alayhissalom sahobalariga sizlar kimning yalang'och ekanligini bilamsizlar deganda ular yalang'och degan bizning ishimizdagi puli yo'q, mili yo'q kishi deb javob berishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yalang'och degan mening ummatimdan qiyomat kuni namoz, ro'za va zakot qatorliq amallar bilan kelgan, biroq birisini tilib olgan, birisiga bo'hton chaplagan, birisining milini aqib olgan, bir kimning qonini to'kkan va birisini urib olgan kishi bo'lib, gunohlarining qisosi uchun yaxshiliklardan uning ozroq berib hatto yaxshiliklari tugab ketganda boshqalarning gunohlari uning ortiga qo'yilgan, shuning bilan do'zaxga tashlangan kishidir, dedi. Muslim rivoyati. Kishilar duchor bo'lgan azob oqibatlarining ko'p qismi shu kishining Allohning kitobidan, payg'ambarimizning sunnatidan bir narsani yoki Allohning solih bandalari yoki taqvo avliyolarini masxara qilganlik uchun bo'lgandir. Ibn Xalqan bundoq deb rivoyat qilgan. Busra tarafda nafsga oshiq berilib ish qiladigan Abo Sulama ismli bir azilkash kishi bo'lib, u bir qatim misvak va uning fazilatlari to'g'risida paranglab, Alloh bilan qasamki, u degan ko'tga deydi-da, u misvakni ilib orqasiga bir silkab chiqargan. Bu ish bo'lib 9 oydan keyin uning qo'rchiqi va orqa tarafi og'rib vayjini chiqib turdi. Uzun o'tmay u azilkash 4 tutliq beshi beliqning beshiga o'xshash 4 dona g'alati maganchliq, uzun quyruqliq 4 barmoqliq, orqasi to'shqonning maxtiga o'xshaydigan cho'ng tug'unchashqansimon bir maxluq tug'di. Ondan u hayvon 3 qatim dahshatli chirqiraydi. U kishining qizi Shuaman bu maxluqning beshini yanchib tashlaydi. Bu azilkash bu maxluqni tug'ib 3-chi kuni o'lib ketadi. Bu mushu hayvon 3 aydirni o'ldirdi degan ekan. Tafsirshunos olim Ibn Kasir bu vaqtda bundoq degan. Shu joydagi jamoat va xatiblarning ba'zisi u hayvonni hayot ko'rgan, ba'zi uni o'lgandan keyin ko'rganligi to'g'risida guvohlik berishgan. Bu qissa boshlanish va oxirlashish Al-Bidoya va Nihoya degan kitobning 10-tom 263-betidan ilingan. Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Duvat qalamim yonimda. Faqih ibn Muhallad Imom Ahmad ibn Hanbalning huzurida hadis ilmi tahsil qilish uchun Andalusdan Bag'dodga piyoda tog'-dovonlardan eshib, cho'l jaziralarni kezib, daryo dengizlardan kechib kelgan bo'lib, shu chog'da u 20 yosh edi. U Bag'dodga kelay deb qolganda, Qur'on Karim to'g'risidagi bir darslashda Imom Ahmadga peshkashlik etganligi, uning o'qitish, dars berishdan cheklanib, uyiga band qilinganligi xabarini anglaydi. Faqih bu shum xabardan qattiq qayg'urdi-yu, safarni qat'iy davomlashtirdi. U Bag'dodga o'rlashib bo'lgandan keyin shu joydagi bir cho'ng masjidga boradi. Ondan Imom Ahmadning uyini izlab tepib eshik chekadi. Eshikni Imom Ahmad o'zi ochganda, Faqih uningga "Men sizdan ilm talab qilib kelgan bir o'quvchi, talib bu shaharga musofirman" deb o'zini tanishtirdi. Imom Ahmad uningdan "Sen qayerdan?" deb so'raganda, u "Men Mag'ribning sharqidan, Andalusdan" deb javob berdi. Imom Ahmad uningga "Haqiqatan Iroqdan kelsan, sana yordam qilishni xohlayman, ammo men uyimda nazarband ostidaman" deb ahvolni tushuntirdi. Faqih "Men bu shaharga musofir, meni Bag'dod ahlidan hech kim tanımaydi.
Agar qabul qilsangiz, men har kuni bir divan turqida kelib sariq so'ray. Shu chog'da siz eshikni ichib, menga bir aziz bo'lsin so'zlab bering deb turilgandan keyin Imom Ahmad bo'ladi. Ammo bir shart, sen boshqa mudarrislarning darsida qatnashmaysan deb ma'qul qiladi. Faqih shu chog'dagi ahvolni bundoq bayon qiladi. Qo'limda asa, kuchamda yirtiq chapan, qog'oz qalamlarimni yangimga tiqib, yordam qilinglar, Alloh sizlarga yordam qiladi deb to'g'rilib kechib kelatdim. Unimni anglagan Imom Ahmad chiqib eshikni ochatdi-da, darvozasini taqab, menga 2-3 hadis so'zlab berdi. Shunday qilib yurib 300 hadis to'pladim. Keyin Alloh taolo Imom Ahmadning qiyinchiligini ko'tarib uning o'qitish va masjidlarda mudarrislik qilishi ruxsat qilindi. Shunday kunlarning birida men uning qishiga kelsam, u menga qishidan o'rin berib shogirdlarga bu talib ismi loyiq talib deb aramizga qismini so'zlab berdi. Bir qatim men og'rib qolganda ustoz Imom Ahmad meni shogirdlarga yo'qlab ketgan. Shogirdlarning qo'llarida qalam uning gap so'zini xotirlaydi. Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Men Alloh taolo tarafidan elib kelgan hidoyat va shariat ilmi zamonga yoqqan mo'l yomg'irga o'xshaydi. Ba'zi yerlar mundoq bo'lib, yomg'irni o'ziga singdirib, o'simliklarni va nurg'un o'tchaklarni undirib beradi. Ba'zi yerlar giyoh unmas, suv singmas tartir bo'lib, ustida suv aylab turadi. Alloh taolo uningdan kishilarni manfaatlantirdi. Shu suvdan kishilar ichidi. Uning bilan ulug'larni va ziroatlarni sug'uradi. Yana bir qism kishilar tuzlang, sho'r yerlar bo'lib, ustida suvim turmaydi, giyohmi unmaydi. Ana shu yuqoridagilar Alloh taoloning dinini tushunib, men Alloh taolo tarafidan keltirilgan ta'limotdan foydalanib, uni o'rgangan va o'rgatgan kishining misolidir. Takabburlik qilib u ta'limotga boqmagan va men Alloh taolo tarafidan ilib kelgan hidoyatni qabul qilmagan odamning misolidir." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Bu nima firoq? Sulaymon Taymiy Naima at-Tari degan ayolning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu ayoliga musulmonlarning ataridan uning setishga berdi. Men bir qatim uningdan atar olgan edim. U atarni tangsigacha atar shishining og'zi sunib ketib, atardan uning qo'liga bir necha tomchi temib ketdi. U atar yo'qib qo'lini yog'liqqa surkib ketdi. Umar radhiyallohu anhu kirib qolib, bu nima firoq deb so'radi. Ayoli uning bo'lgan ishni aytdi. U siz musulmonlarning atardan surkib oldingiz dedi-da, uning yog'liqini beshidan yulib elib, bir ko'za suv elib kelib, yog'liq qo'yib, ondan yog'liqni to'pig'i milib, toki yog'liq purab qolmasa purab taqib, qayta yuvdi. Shu ish bo'lib o'tgandan keyin men uning ayolining yoniga yana bir qatim atar sepishga keldim. Atirni jonliqcha barmoqqa yo'q qolgan atirni barmoqini bir ko'za silab, bir to'piq bulab yurib chiqardi. Bu Umar radhiyallohu anhuning taqvolikdagi zilliqi boshqalarning shunday qilib solmaslik uchundir. Ish undoq bo'lmasaydi, u atirni musulmonlarga qaytib bergan bo'lmagandan keyin yog'liqni yuyibla bo'ldi qilgan bo'lardi. Lekin u boshqalarning ishtahidan ish bitishiga azar aylab, necha tomchi atir yo'qidinmi foydalanib qo'ymay, ayolini qattiq qisgan edi. Bu qissa Hayotlar al-Ahya degan kitobning 2-tom 109-betidan ilingan. Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Bu ayolning keyiniga tushgan. Imom Ahmadning o'g'li Abdullah bunday rivoyat qilgan. Bir kuni uyda dadam ikkimiz bor edik. Eshik keldi. Qarasam bir ayol ekan. Bu ayol menga Abdullahning dadasidan menga ijozat so'ragan o'g'lim dedi. Dadamdan izn so'rasam, uni uyiga taklif qilishimni aytdi. Ayol kirib salom soatdan keyin dadam bu dedi: "Ey Abdullahning dadasi, men kechalari ip yigirgan bir chaqchi ayol. Ba'zida jin chirig'im o'chib qolsa, oydinda ip yigiraman. Shuni bilmoqchi edim. Egirgan iplarimni sotganda xaridorlarga cho'qim oydinda egirganim yoki chiroqda egirganimni eslatishim kerakmi?" Dadam uningga: "Agar iplaringizning sutida tariq chiqib qolgan bo'lsa, xaridorga eskartishingiz zarur" deb fatvo berdi. Ayol ondan yana so'radi: "Kasalning og'riqdan o'ng'ashi shikoyat hisoblanadi?" Dadam: "Men uning shikoyat bo'lmasligini Alloh taolo qilgan oli aytish bo'lishini umid qilaman" deb javob berdi. Ondan u dadam bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Dadam menga: "O'g'lim, men bu ayolga o'xshash masalaga inchik qarab, bundoq so'raydigan insonni uchrab boqmagan edim. Sen bu ayolning keyiniga tushib, uning qayerga kirganligini kuzatib boqqan" dedi. Men uningga ergashdim. U Bashir ibn Arisning uyiga kirib ketdi. Bu ayol uning hamshirasi ekan. Dadamga ahvolni aytdim. U: "Rost, bundoq ayol faqat Bashirdagilarning qarinishi bo'ladi" dedi.
Bu qissa Hanbalilar mazhab ulamolari Tabaqatul Anabila degan kitobning 427 betidan olingan. Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Kishilar talpindi. İbrahimning onasi Hosimiyya, Alloh uningga rahmat qilsin. Basradagi ibodatgar bir soliha, to'g'ri yo'l tutgan ayol edi. Rumlar musulmonlar portidan biriga hujum qilgan yili kishilar Alloh yo'liga jihad uchun otilib ketishdi. Solih kishi Abdulvahid ibn Zayd xalq orasida mazhabli va so'zlab kishilarni jihodga ilhomlantirayotdi. Bu tablig'ni anglayotganlar ichida İbrahimning onasi bor edi. Abdulvahid ibn Zayd xaloyiqni jihodga qiziqtirib nihoyat uzun so'zlab kelib, jannatga hurul aynlarning husn jamolini og'iz-og'izga tegmay ta'riflaydi. Bu sifatlarni anglaganlikka quloq egasining jannatga nafs taqildaydi. Jannatni sig'inatdi. Qalblar sohibjamal hur aynlarga talpindi. İbrahimning onasi kishilar to'pidan turib Abdulvahidga aytdi: "Ey Ubaydning dadasi, siz mening o'g'lim İbrahimni bilamsiz? Mening o'g'limga Basra ahlining har yurt, har cho'ng qizlarini chetib qo'yishgan. Men o'g'limni ularga berishga chidamayman. Alloh taolo bilan qasamki, siz sifatlab bergan hurul aynlar mening aqlimni lol qildi. Men o'g'lim İbrahimga ana shunday qo'yib berdilarning xotin bo'lishiga roziman. U bu jihatga siz bilan birga chiqdi. Alloh taolo o'z yo'lidagi shehidlik bilan uni rizqlantirib qolsa ajab emas. U chog'da o'g'lim dadasi ikkimizga qiyomat kuni shafoatchi bo'ladi. Siz uni hurparaylarning mehr haqqiga 10 ming dinar ilib, ularni o'g'limning amriga ilib bera olasizmi?" Abdulvahid ibn Zayd unga: "Agar shunday bo'lgan bo'lsa, siz eringiz va o'g'lingiz nihoyat katta qutb qozongan bo'lsalar", dedi. Ondan İbrahimni chaqirdi. O'g'li kishilar orasidan itoatingizdan ey onajon deb chiqib keldi. Onajon uningdan gunoh yo'lini tashlab, Alloh yo'lidagi shehidlikka belingni bog'lab, bu hurparaylarni amringga ilishga rozimisan deb so'radi. Yigit Alloh bilan qasamki, tamoman roziman onajon deb ifoda bildirdi. Onasi: "Ey Alloh, men seni guvoh qilamanki, bu o'g'limning gunohini tashlab, sening yo'lingga jannat atishiga bu hurparayni nikohladim. Uni meningdan qabul aylagin. Ey Rahim, ey Rabb, ey rahim qiluvchilarning rahim qiluvchisi", dedi va 10 ming dinar ilib kelib, "Ey Abdullohning dadasi, bu pul hurul aynning mehri. Uni jihodga xarajat qiling", deb uni Alloh yo'lidagi muqaddas jang g'azotga otadi. U qaytib berib, o'g'li İbrahim uchun esil otdan birini va qurol-yarog' sotib oldi. G'azotchi qo'shin Janobi Allohning Tavba surasi 111-oyatdagi: "Shubhasizki Alloh mo'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib sotib oldi. Ular Alloh yo'lida urush qilib dushmanlarni o'ldirdi va o'ldirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shehid bo'ladi. Jihad qiluvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan bek vafo qilguvchi kim bor? Ya'ni Allohdan vafodor ahadi yo'q. Qilgan bu savdolardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir", degan so'zlarni jaranglatib urishga boshladi. İbrahimning onasi uni uzatgan chog'da uning kepallik va meyit atri berib, uningga: "Jinim bolam, dushman bilan uchrashgan chog'da bu kepallik bilan kepallangin. Bu meyit atrini turtib olgan. Allohning seni o'z yo'lida g'ayratsiz holda ko'rib qolishni nazar ayla", dedi-da, uni bag'riga bosib, peshonasiga suyib turib aytdi: "Alloh taolo bizni qiyomat kuni o'zining oldida uchrashtirg'ay." Abdulvahid mundoq deydi: "Biz dushmanga yuzlangan chog'da İbrahim oldingi safda hozir bo'ldi. U nurg'un dushmanni o'ldirgandan keyin ular to'plashib kelib, uni o'ldirib etdi. G'azot oxirlashib, urush g'animatlari bilan Basraga qaytgan chog'imizda xaloyiq bizni kutib olg'ili chiqdi. Ularning orasida İbrahimning onasi bor ekan. U meni ko'rib: 'Ey Ubaydning dadasi, hadiyam qabul qilinib, men xushxabar elib keldingizmi yoki buni men qaytarib berib ko'nglimni yerim qilamsiz?" deb so'radi. Men uningga: "Hadiyangiz qabul qilindi. Shubhasizki Alloh xohlasa o'g'lingiz İbrahim shehidlar bilan birga hayotdir", dedim. İbrahimning onasi shu amon Allohga shukr so'zish uchun bosh qo'yib mundoq dedi: "Jimi hamdu sana meningdan qurbonligimni qabul aylagan, meni noumid qilmagan Allohga xosdir." Ertasi u masjidga kirib qishimga keldi va: "Ey Ubaydning dadasi, xushxabar, xushbishorat", dedi. Men uningga: "Yaxshilik teqish davomlashayotgan o'xshamamdi", desam, u: "Tunugun kecha tushimda o'g'limning nihoyat chiroyli qosining ichida, yeshil gumbazning ostida, bir marvoyat karavotning ustida beshik toj kiygan holda ko'ribdiman. Bu menga xushbishorat bo'ldi. Mer haqqi qabul qilindi. Kelin yigitingga ko'chirildi", deganlarni yetkazdi. Tavba qilg'uvchilar bog'chisi. Ajal ochquchi.
Güzel şəhər kişi jimjitlikqa çökкен, yatqandada öýrülüp, aýalynyň hem oýgaklygyny sezgenden keyin "Hiç uxlamaksango?" dep soraýdy. "Oglumyz 26 kirip galdy, emma hiç öýlemedik. Şunuň gemy kallama kirip aldy" dep jogap berdi. Ana, ensirme, bu tograda onuň bilen ätli süzüşmen dep aýalyny tinçlandyrdy. Dadysy ätisi naşta oturganda Arab edebiýatyda doktorlukny bitirgen oğluga onuň näwre soňsy bilen boladigan toý işi toğrusy öňe geçirdi. Oğul artyk gep bilmäýle makul boldy. Günler bir-birlep ötüp toýmy tügep ular baxtly er-gutullardan bolup galdy. Allah taala olarga 6 oğulny ryzyk kılıp berdi. Eriniň hyzmatga beriş, öýge gaýtyş, aýaly we balalaryny edip tanyk saýlyk apyrşdan başga işi ýok edi. Bu ailevi baxtynyň beýzini sürýärken günleriniň birinde şeytan we onuň şumakçylary onuň baxtly aileni teltöküs beýran kılmoçy boldy kılmady. U bir güni etigende başga şäherden ýötkülip gelip, ularynyň idarasy ýyňyna hyzmat etýän birisini görüp bir az gülüplendi. U ýaňy hyzmatdaşynyň hädislik bir çaqçagyny köp kıldyganlygyny sezdi-ýa, anç perwa kılıp etmedi. Bir hepden keyin o hyzmatdaşy idara gelmeýlerini keç tamakka öz öýüne mehmanga çakyrdy. Tamakdan keyin mehmanlarynyň köpi uzap bir kysmy gyp galdy. Öýle gyp galganlarynyň hemmesi bu şäherlikler kişiler edi. Bu deslepde olarynyň iş hereketlerine ança dikkat kılmagan bolsa-ma, olarynyň ak haltydan kukunsyman bir madyny çykaryp, ony sümürüşke başlaganda ulardan äjeplenip sordy. "Bu nime?" Hyzmatdaşy onunğa poşlap jogap berdi. "Heroin digen not şu." Bu jogap onunğa huddy quruq asmanda çakmak çakkandek tüýüldi-de, "Bu digen bir katyl" dedi. Amma onuň hyzmatdaşy maşgallyk gelip durup, "Äy şäkiçik, bu saňa okşaş azlar üçin katyl" dedi. Hyzmatdaşynyň ahyrky sözi onuň owasyny gaýnatdy. Däl şu çagda şeytan meýdana sekirdi-de ony deýdegi sezişke başlady. "Kara, u seni zanlyk etip şäkiçik däp atady. Ala, senim bir çekip onunğa özüňiň hakyky erkekligini gösterip goý." U telgoýuluk içinde goluny uzatdy we bir halta heroinni aç gözlerçe çekişke düşdi. Ondan o çoňkur bir muňga çönüp getdi. Saat istirgisi düşdüň burun onu görsüp durapdy. Onuň aýaly hiç gaçan satyk olup galmaýdygan ýerden ensirep, tikçillikde özüni goýarga tem tapalmay kalypdy. U ahyry öýe gaýtyp geldi. Aýaly onuň tatyryp ketgen çyraýyna garap, nime bolganlygyny sorady. O aýalyga hiç gaçan kylyp bakmagan bir gobalyk bilen "Senaň nimkäň?" dep akyrdy. Aýaly bunundan gatyk çöçülen bolsa-ma, belkim çarçap galgandyr dep jogap düşendi. Emma bu halat 3 ägir dawamlaşyp, onuň ahwaly günsür osallaşyp turdy. Onuň hyýalyga nä ailesi, nä balalary kirip çykmaýdy. Işygymy keçikip berip, baldyr gaýtyp berip, hyzmatdan eýleldi. Fajialik kecha ahyry ýetip geldi. U säher saat 5-ge az galganda keýip aldy gaýtyp geldi. Onuň kelläsi ýylyk şirin kecha tatly hyýallar bilen tolgan edi. U bugün adetkiden köprek çıkmagan bolup, maşinasyny toktup turuşyga ýatak öýde kimdir birisini mündirlap ýürgenligini görgende boldy-da, akylyny tormozlagan zäherniň täsirinde oýaşyp başlady. "Öýümde ýatyr er boluşy mümkin. Togra, aýalym hyýanat kılatgan bolsa gerek. Men tizden çykyp bu işini gattyk bir tarap gylaý. Birak o şer turay. U er kurallyk boluşy mümkin. Mundan burun özüm goýsyrşym gerek" diýenlerini oýlap, goluga ýogan bir kürsüni aldy. Bomdat namazga äzen çykyp atatdy. U pelenpeýden çykyp ötüp, "Aýalym hazır meniň kelip galganlygymy sezip, bu erge özüni ýaşyryşyny etdi" diýen hyýal bilen işini awaýlap başdy. Öý içi gapgarangy edi. U aýalym hyýanat kıldy dep gatty jänleşdirdi-de, ýatak öýüniň işigini içipla aýalyny jaýnamaz bir rukuk kılywatgan adaty görüp, goladyky kılıç bilen beşep gattyk bir saldy. Aýaly däşetli şykrady-da, ikinji gatym ýene tekken kılıçlary üstüne ýykyldy. Bu awazdan oýganyp ketken hoşnuklar ularynyň işigini çekedi. Onuň kulkyga işik goňgurkanyň awazy kirmekdi. Belki haýyny öldürüp, gaçyryp goýma diýen hyýalda edi. U kılıçyny egiz götürüp aýalynyň arka maňyna ýene birini uruşyga kontandak kan etip çykyp, aýal gattyk bir wakyrgança elem bir garwetkenden keyin jimjit tizilip ýykyldy. Koşunlar işini sundurup girip gelişdi-de, aýalynyň jaýnamaz üstünde kanygy melenip ýatgan azyny görüp ýaňratyp galdy. Oğullar oýganyp öýüge owalyşyp ketgen kişilerini gördi we ýatak öýüp kirip, anasynyň önsiz ýatgynyny görüp hyýaty ýaşyryşdy. Birak bu nalat ýatlarga tötdamdan gaýtgan iki sadadan başga jogap ýok edi. Koşunlardan biri wakyrdy. "Bu katyl, aýalyňy nimdep öldürdiň?" "Bu men hyýanat kıldy" dedi o gadap bilen. Koşunysy onuň normalsızlygyny bildi. Birisi onuň kolynyň pak kan bilen bulganagan kılıçyny uçluk bilen ele almagan bolsa, u koşunysy urwetkeni tas kalgan edi. Uzun ötmey sakçylar gelip wakanyň täpsilatini soraşyp başlady.
Bir neçə saat ötüb u bara-bara hoşunu yığdı. Saqçı başlıqı guvohlarning guvohini elib turishiga u asabiylashib baqirdi. Nima ish bo'ldi? Ayolimni kim o'ldirdi? Ular uning apimdan aql turmizligini bayqadi va uning bo'lgan ishni so'zlab berdi. U endi qondig'iga qarab yo'lashqa. Sharifa, Sharifa, Sharifa. U bu olamdagi eng pok ayol emasmidi? Deb baqirishga boshladi. Ondan u ayoliga o'zini atmoqchi bo'ldi. Saqchilar to'sib qoldi-da, uni tutib ketishdi. Urug' tuqqanlari yiroqda bo'lg'achqa, 6 o'g'ilni qo'shnilar elib ketdi. Bir oydan keyin u erga o'lim jazosi berilib, bolalar Darultamga buyurib berildi. Sharifaning har bir vijdon egasining qalbini sirtgan bu fojiasi shunday oxirlashdi. Shuni bilishimiz kerakki, zaharlik chekimlik barliq balo-qazoning boshi. Tavba qilguvchilar bog'chisi. U nima degan jur'atlik? Muazzinni namozga kelinglar, hayya alas-solah degan chaqiriqni anglash bilan Nomratlar mahallasiga bir kichik masjidga kirdim. Ünnetki mikrofon olib kichik bolaning namoz turg'izildi, qad qomat sola degan inchik ovozi duo va umid tilaklarini o'sib tashlagan edi. Parvardigorimga o'zim uchun kishilar orasiga kirib, hurmat ehtirom bilan turdim. Allohga bo'lgan yaqinlikni istab, o'zimni uzoqqa tushirdim. Yaratquchisiga yuzinib turish nima degan esil turma. Tuyuqsiz bir kichik bola mikrofga chiqib, biz tarafga o'rilib, satni to'liqlab turinglar dedi. Muloyim bir ovozda. Uning jur'ati meni hayron qoldirdi. Uning keynida turganlarning ichida uningdan yeshi cho'ng, ilmi ko'p, martabasi yuqori va nasab jihatdan uningdan ustun kishilar turib, imomlikdan iborat bu mas'uliyatlik minbarga qandoqmi chiqarganda, kallamga har xil savollar orqa-orqadan urilayotgan dengiz to'lqinlaridek yig'ilishga boshladi. Uning Allohu akbar degan takbir bilan xiyollarim uzilib, buningga ergishib takbir aytib, qalbimni xiyoldan qo'riqlab, saf dil bilan namoz o'qirdim. Namoz asnosida yiqishliq ovoz bilan mung aralash qilingan shundoq bir qiroatni angladimki, bu ovozdan biz bir ojiz qulning ulug' xo'jasi oldida qulluqni loyiqada qilolmayotganlik qo'rqinchi to'kilib turardi. Jinim sho'rrida erigandek bo'lib, qalbimni ajoyib bir qo'rqinch chulg'ab oldi. Bu qo'rqinchdan o'zimni qayta tunib O'z-o'zimga dedim, "Tova, men har kuni anglab turadigan Fotiha surasi shumi?" Fotiha surasidan keyin u boshqa oyatlarni qo'shib o'qidi. Go'yo tan jonimdagi g'ashlikni yuvib tashlamoqchi bo'lgandek, issiq yoshlarimning mag'zimni bo'ylab oqayotganligini sezdim. Men bu ko'z yoshlarga qancha qitimlab tashlab bo'lgan edim. Ruhimni go'yo uning bilan billadek sezdim. Uning ruku qilmasligini umid qilib qoldim. Biroq u rukuga bordi. Bu namozning oxirlashishi go'yo bir qo'rqinchli istak tuyulib, shu tuyg'uda namozni oxirlashtirdim. Jamoatlar turib ketgandan keyin uning oldiga berib, bola imom bilan ko'rishib, uning ismini so'radim. U ismi va nasabini ravon tilda aytib berdi. Qanchaga kirdingiz? 11 yoshga, dedi u yiqilgan bir kulib. Qur'ondan qanchalik yodladingiz? Allohga shukr, to'liq yodlab bo'lgan, dedi u kamtarlik bilan beshini silab qo'yib. Mushu bolaning yeshidagi boshqa islom farzandlari ixtiyorsiz ko'zaldan kelib oldi. Ular qaysi shakal istab, qaysi pichoq qoyalarning ko'yida yuriydi? Uning peshonasiga suyib, bag'rima bir bosqin keldi. Bolam, sizning jamoat nomini o'qib berishingizga kim turtki bo'ldi, deb so'radim. U meni maxsus nazorat uchun kelgan hukumat xodimi deb o'ylab qo'ygan bo'lsa kerak, qo'rqib gapini topolmay qoldi. Savolimni takrorladim. U titrab turib, "Dadam" deb javob berdi. Yo'q, sizni bu mehrobga chiqargan Alloh taolodir. Janobi Alloh bu Qur'on Karim bilan bir qism kishilarning martabasini ustun qilsa, yana bir qism kishilarning martabasini turon qiladi. Men Alloh jalla jalaluhudan Qur'on Karimni bosgan, tarqatgan va uni o'qigan kishilar uchun uni manfaatli qilib berishni va Qur'on Karimni butkul insoniyatning dunyo va oxiratlik baxt saodat nuri hidoyatiga sabab qilib berishni so'rayman. Alhamdulillahi robbil alamin.